Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun yana bir bor mana shu Turkiyada ish faoliyatimizdan video qilib boryapmiz. Avvalambor hammalaringizga yaxshi kayfiyat. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilarimizga bitta like va podpiska bosib qo'yishlaringizni tilab qolamiz. Kanalimiz yangi. Albatta sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video davomida Turkiya hayoti va ishlarimiz haqida qo'shimcha aytib o'tib ketaman. Tomosha qiling. Mana bugun ham mana shu Turkiyada mana shunday mana kanallar. Mana kichik kanallar. Mana parchalar deyishadi. Kanal deyishadi bular. Turkiyada ishlab chiqarish jarayonimiz. Albatta o'zingiz baho berishingiz mumkin. Mana shunday kanallarda ishlab chiqarish jarayonidan lavha. Hurmatli obunachilar, mana shunday ish faoliyatimizda davom etyapmiz. Yana bir sizlarni yana bir qiziq savollaringizga javoblar berishda davom etaman. Turkiyada mana hozirgi paytda zamlar yopildi va 25% oyliklar ko'tarildi. Mana ish faoliyatlarimizdan tanishtirib o'tyapman. Shu bo'yicha yana qo'shimcha gapirib o'tyapman. Hurmatli obunachilar, yana negativ yozib yurmangizlar. Ham yoqda ham baxta qilib mana ish faoliyatimiz bilan tanishtirib o'tyapman. Ish faoliyatimiz mana shunaqa ishlardan iborat. Mana baxtlar, mana geometrika qilyapmiz buni ham. Har xil katta kichiklari bor. Mana baxtlar, mana kichiklari tayyor bo'lgan. Baxtlar olib ketilyapti. Baxtlar kelyapti. Mana bular, mana shu yuqorida turgan mana shular. Mana shunaqa narsalarda mana bular. Mana buni ham sizlar uchun e'tiborlaringizni havola qilamiz. Mana shu tunikadan, mana shu tunikani mana ko'rasizlar, qancha ko'p tunikadan mana shu ko'sha deymiz, bilasizlar, ko'p tez aytgan narsamiz mana shu narsalar ishlab chiqardi. Mana shunaqa aylanadi. Hali mana ko'p turibsizlar, mana shunaqa ish faoliyatida ishlaymiz. Ish fabrikamiz mana shunday holat. Kunimiz o'taveradi. Hurmatli obunachilarimiz, ko'pchilik yana bir yaqinda bir ma'lumot chiqib, bularga Turkiyada dokument qilyapti ekan, qochoqlarga ham dokument qilyapti ekan degan savollarda ko'pchilik ishonib qolib, ko'pchilik pullarga aldanib qolayotganini biz internet orqali juda ko'p joylarda eshityapmiz. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, biz mana shu video davomida yana bir sizlarni xushyorlikka chaqirgan holatda bir narsani eslatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, hozirgi paytda Turkiyada o'tama izn bermaydi. Chalishma izn berishi undan ham 50 beradimi, bermaydimi, u noma'lum narsa. Bunga ishonib qolib, siz pulingizga kuyishingizni istamaymiz. Hurmatli obunachilar, bu narsani yana bir bor ko'pchilikka nima bo'lish maqsadida aytib o'tyapmiz. Turkiyada ishga borsak bo'ladimi degan savollarga shunaqa savollar juda ham ko'p tushib kelyapti. Turkiyada ishga kelsangiz bo'ladi, bo'lmaydi emas, bo'ladi. O'zbekistondan Turkiyada kelasiz, 3 oygacha mana shu qizil pasportingizni vizasi bilan yurolasiz. 3 oylik viza bilan yurolasiz. 3 oydan keyin siz qochoq bo'lib qolasiz. Qochoq bo'lasiz, dokument bermaydi. O'sha dokument qilaman deydi ko'pchilik, mana ba'zi joylarda eshityapmiz. Dokument qilaman deb $2000 ga ham kuygan odamlar eshityapmiz. Hurmatli obunachilar, $2000, $1000 ga ham kuyganlarini biz gohida guvohi bo'lib eshitib qolyapmiz quloqda. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizlarni ham mana shu aldanib qolmasliklaringizga yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Undan tashqari mana bugun bizni ish faoliyatimiz mana shunaqa ishlardan iborat. Mana ishlarimiz mana shunday davom etaveradi biz fabrikada. Mana zamlar yopilib, oyliklarimizga 25% qo'shildi.
inshaalloh yaxshi, xudoga shukr. Turkiyada kelib ishlasam bo'ladimi degan savolga ham albatta ishlasangiz bo'ladi. Hozir mana endi xudo xohlasa boyagi muomala madaniyatingizga qarab ishlaysiz. Ayollarga ham erkaklarga ham ish topsa bo'ladi. Harakat qilsa albatta topsa bo'ladi. Lekin bitta narsaga ishonib qolmangizlar, shu dokument qilaykan deb ishonib qolmangizlar. Kelingizlar, ish topib ishlab harakat qilsangiz bo'ladi albatta. Oilaviy sharoitdan kelib chiqib hammamiz ham tirikchilik qilamiz, bola chaqa boqamiz deb ishlaymiz. Shuning uchun kelib bemalol ishlashlaringiz mumkin. Mana men o'zim mana shunday fabrikada ishlayman. Mana shunday har kuni mana shunday kanallar, mana kichiklar, mana kattalar, har xil razmerda mana ko'rib turibsizlar. Har xil razmerlarda ishlab chiqib mana shu nima qilyapmiz. Mana bular hali silikon bo'lmagan, germetika bo'lmagan, o'zbekchasi ko'rganda germetika bo'lmagan hali ko'rib turibsizlar. Mana bu germetika. Mana shu germetika. Mana shunday germetika qilamiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Albatta yana ham bir yangiliklar bo'lsa, albatta sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bir narsani sizlar yodingizga solgan maqsadda biz ko'proq mana shu videolarimizda ba'zi Turkiyada kelaman degan akalarimizga yetib borishi uchun bittadan like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sababi nimaga? Har galgi bir videomizda shu Turkiyada kelsa bo'ladimi degan savolga qisqa qilib yana qo'shimcha video davomida javoblarni aytib o'tib ketyapmiz. Sababi yetib bormagan joylarda yana eshitib albatta o'z fikrlarini o'rtoqlashadi degan maqsadda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi safar yana video safarlarda uchrashguncha omon bo'lasizlar. Biz mana shunaqa videolar chiqarishda davom etamiz. Albatta siz bizni qo'llab-quvvatlab podishka qiling. Biz sizni albatta qo'limizdan kelgancha mana shunday Turkiyada hayoti va ishlarimiz haqida videolarni ko'rsatib boramiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lganlarga, like bosganlarga Alloh rozi bo'lsin deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.